Aka qo'saq ochqa o'xshamamda. Mani bir yapaqa. Bu birini menga qo'saq tuyam tukka. Voy, buningga ko'nib qolamsa tehi. Ala, yedingizmi? Unutmaysiz. Mazlukiyat. Ha, qo'shin satsa, chukamni yachma. Yeni arlan ta'mir cho'kan batqi, yangidan bozorga selindi. Sizga yana ta'mir taqildi. Vah! Cho'kamdan yana ma'muya. Salam do'stlar. Men Ahad Baxi Qodir. Cho'kan mas'ulotlari sizni Aypatamning kelin tanlashi filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Dostlar yaxshimi? Hozir borib yaqin kirgan do'stlar 5 ta lavozim sizlarningki. Hozir kirganlar yazib tashlab qo'ydinglar. Ko'rib ko'ringlar. Men hozir ma bo'g'iz qaynatamlarning uyiga keldim. Ko'rdinglarmi jonshusni? Nega? Qaynatamning uyiga keldim. Men sizlarga hozir qaynatam bilan qaynatamni ko'rsatib qo'yaman. Mana bu mening qaynopam. Chiroyli Ha, yaxshimi? Mana qaynatam. Qaynatam. Yey, darhol cho'malani olib yuzini qilib, chiqib so'rab ikkallar. Qaynopam deydi-ku. Voy, unda deydi chiqib. Men chechimchi otamaydan yosatdim, men birinchi qatim kelishim. Ayki men gurum qildirdim, ko'nglimni kimni. Yey, nima bo'ldi? Do'stlar, hozircha men qaynopam bilan bir paranglashishlar ya. Andan keyin nemish bo'lganligini qiziqmoqchi bo'lgan do'stlar 10 minut ekan chuborim kerishaylikmi? Hamma deb birman. Ma'qulmi? Xo'sh. Apa? Do. Ben tanıştırıp koyay. Bu yak mine babası ayalim. Turçolpini, Vanhong. Tur dünyası için şundacık fınsız var. İsap meslanısı var. Şuna toy kılaylı diyen. Apa? Şuslar koşulsan var. Hey, men nima deyman buningga? Nima deytdingiz? O'jurimizga kirib uxlaysiz. Ha, bo'ldi, ichimni siqmay, menga kiring. Qo'ydi? Ma'qul apa ma'qul. Men unda bo'lsa, elektra, sizlar Fransiya yeringlar. Ma'qul bo'laman. Ha, aylanib kira. İsmingiz nima? Meningki matordagi ismim Zuli. Bu Zuli degan qanday qilsiz? Qo'y opa, bu Zuli degan bog'i. Zuli Xumar degan gapniki men qisqartirdim. Voy-ey, Zulxumar tiltimanda. Ashta desang buzdi. Endi ko'rinchiq qilinglar, aniki endi darim qashila opa. Voy, bosh tutganning to'xtamsini qilaylik, ha? Oldi bilan mehrga almashtirib olaylik, undidar so'zishib shugacha. Ha, 100 turan bo'lgan ekan-chimi? Ma'qul opa. Kilan da'vosicha mehrga almashtirib biz pechet rasmlashimiz. Kilan. Uy, opa resim beşle tushirgansizmi? Mendan yomon ko'rsizmi? Ey, chiqinglar qandoq tunishgan? Biz internet orqali tunishgan. İnternetga kimning bolasi nerede ishlaydi? Voy, kimlar yursiz opa? Kimning bolasi bo'ldi, u degan bog'u. Qarang, internet deymiz. Qanday deb biray buni? Bu degan bir aloqalash quroli qarang. Bu hozirgi davrga uchur davri biz internetdan ayrilolmaymiz. Men do'yin, QQ, öndidar alay-bulay taraqtirib, hammasi shu internetning ichida bor. Ularni uxlamsiz opa? Yo'q, faqat uxlaydi ekanmiz. Bu rasmni qat'i yaxshi chiqmabdi-ku. Qayta tushdi opa, kilan. Obayda külmünüz opa marası. Hey, çıktı lekin bu şey chiqiraychi men. Men chiroyli chiqibdi. Ay qizim, tomoq yetalamsiz? Endi mush 1 minutdan ichida mush rasmlarni yosab men yumdab chiqasammi?
Oy bildin, sizin bir minut içinde marasından yosap, şundak çıraylı kılıp, tordu çıkıra alaydıqanlığınız ne? Ay, bana var bu, yosap çıkağa resim gerek emez, bana kerege taz öyle valaşkılık çarkı. Yedek, okşıgan, tamak itidigan, bir kelin. Tamak itelemsiz? Oy abba iteleyme. Oy kaltız. Andaq bu var bu, nemi iteleysiz? Məncə bir minutun içində 9 xil tamaq çıxır etələyimə. Cima. 9 xil tamaq mı? İşimsiz köz qoyayım. Qarang, muş tamaqlarning hammasini o'zim bir qo'lliq. Ay, muş 9 xil tamakni ras 1 minutun içi chiqirib etamsiz? Osonga kichik ishlar. Qalbs, əmsə bir hünərinizni ko'rsatdingiz. Ay, qanday so'z var bu? Men hozir Baturga buyurayman. Hech narsani kamqitmay tayyor berma. Bulamdi? Voy apa. Bu tamoqlar uchun hech narsa ketmaydi. Qarab turing. Voy, yaxshimi? Men tamoq buyurmoqchi edim. Ananiki shu kolbasa, aralashma pizza, İtalya çöpi. Ananiki shu adres kon adres emas turing. Qaysi adres opam uyning adresi? Bo'ldi, kerak emas deb qo'ying. Sal turib telefon qilay, kerak. Siz 1 minutda 9 xil tamoqni tayyor qilaman deganingiz, sirtdan tamoqni chaqirmoqchimidingiz? Endi tushunmadim shuni. Voy, bo'ldi. Ang yaxshisi bor bu, siz telefon qilib o'zingizni uyga aytadigan taksidan birini chaqirib edingiz. Yo'q, oppa, nega qilsiz? Boyatim biraz sizden tordaşlarınızga, hey tordaşlar yaxşımsızlar, yani 10 minutdan keyin sizlardan qaytadan boyitib ko'rishman degandingiz ku. Shular bor bu, tordaşlar, men qaynopamning uyiga borganda meni yaratmadi, taksi chaqirib bilib pulni to'lamadi deb. Shular siz ishchi og'rib, sizga yuztashlik qilib toz so'g'atlarni olsin. Bulamdi? Marhamat. Sertmin. Vali. Bankum işte. Vay korkak. Hey bankumsan bana nemişim ben? Hey qaramacım şu apamga avantımı tushuntirishni o'qib bir beray desam, hech tushunmadim men nima degandi u. Qara, tarjima qilib olsak bo'ldi. Ekran? Mana. Bo'ldi mana. Voy. Men tarjima qildim-ku. Bo'ldi-ki, ajab qo'laylikka bu. Bucha qarang, shu barmoq xat kirgizgich detalini rasmga tortib tarjima qilish bor. Her qaysi cho'ng kichik at bozorlardan tushirib olasizsiz. Meni qog'oz bo'lib Ay bundan keyin davomli ketdi. Voy kim o bu? Qaysi tulkichi? Bu ben Alo'dan tushirgan qo'ng'iroq ovozi. Buni bu işte güzel kızlar, anadaki güzel manzillar, qizg'ariq narsalar hammasi bor. Rasman? Endi buni qanday tushirdik? Buni shu Abbozirga Alo deb bosingizlar tushadi. Ay, endi shunday tushirib boqaymi? Tushiraylar. Agar deganimizdek chiqmaydigan bo'lsa, o'lginimiz shu. Oy bo'ldi. Buyurun. Qo'li titrabmi adamim? Opa? Dada, ben tanıştırıp koyayım. Bu yak benim boğusu ayağım Nadire buludu. Nadire çok torsoğu sıkıldı. Bizden kendisinde güzel arzu ormanlarımız var. Bizde arzu ormanlı buldukken şan şöhret, mal dünya, berkat diyenler özünü bizi izlep girdi. Şunun aşkı biz toy kılayım diye sizler koşulsanlar. Balam, ne oldu o? Ne oldu? Bıçak, siğizkanday can sözlediğin okutursun ha? Torsoğu sıkıldı dedim mi? Torsoğu sıkıldı. Balam bu kallağını jüp ekemigen de ha? Qara balam, mende çatak yok. Apan maqulluqni bahsala baxtli bo'linglar. Akse. Şu torsoğu sıkıladiganlarni pulni chiqib deb anladim. Lekin pul topgandan keyin ailesiga ko'ngil bo'lmay, nurg'unlarning turmushi vayron bo'lib ketibdimish. Chatoq chiqmasa.
Bayma beş kol okşumaydı. Ha? Bir tayakta hemmisini ne demeyimiz? Ay torsuz kağallarının şirimici sodisini, ailesini şundak yaxşı birlikte etmenip şundak zor neticelerini kazanıp başlamcı vatkalam az emes ko? Ay biz haq var ko. Haqның yaxşı yerini kömey keşke eksik yerine qarab turganımız emes mi? Ha boldu. Qağın özüm. Qama. Işqalasın ha. Hey bola. Qani kela o'tir. O'tirlar. Ha. Qandaq ahvolingіз yaxshimi? Ha, yaxshimisiz? Voy. Siz mening o'g'lim bilan to'y qilishga tayyorligingiz qandaq? Ishqilib men uningdan bilan odam tepishni o'ylab baxmadim. Voy qalb bolam sen qizlarni bekchilib qila olaysan jimo. Voy mushto'y qilsam sizlar bir-biringizga shundoq mos keldi ekansizlar. Ha? To'y qilib qolsanglarchi mush bolalaringlar degandan shundoq chiroyli, qomatli, aqlli o'g'ilak. Chiqishinglarcha 7-8 bo'lib qolamiz. Voy buna 2 yil 7-8 balla qilib Guinness rekordni buzg'idaysizlar bular. Qizim, sizlar nalik? Men mo inoq bilmayman, G'uljidan yoki Urumchidan. O'zinglar bitirib qolinglar bu ishni. Masal oldirashdim. Oy. Ma vokal gapirdi-kan, shu javob qaytarib. Ay, qulpingizga qilganimiz halqimi yoki qulpingizning dadi va sevaga asvatmi? Voy bu layarchi, naushnik. Naushnik? Torsuz qildingizmi? Şunun qolaylik bo'lish uchun. Oy bolam. Torsuz qildi-da, ertasiga o'xshaydi ekan bu qiz bola. Voy ne bo'ldingiz? Bu uchirganmisan, o'ramsiz hamda. Qallangiz joyida-da. Siz nima ish qilyapsiz? Siz to'rsodisiz tushunamsiz, tushunmamsiz? Biz mushunda vokalashsak, vaqt-vaqtida javob qaytarmasak, nayatki pulga topadigan. Hozir zaman taraqqiy qilib nayga bilamsiz, bilmamsiz? Bu qarsam-g'u telefon ishlatishni bilmaydiganlar bir chiroy. Hey! Sen kimga qo'tsang, men kimga o'xshab qoldim? Nima deb jo'ylatdingmi o? Hey! Hey, men vokalistga o'xshab qolgan o'xshaydi. Kim o'ylashni bilmaydigan ekansiz deb. Men shundoq qaloq ko'ryapti. Ana telefonini. Ha. Siri. Mening mushtumim qattiqmi yoki no'g'ush qattiqmi? No'g'ush qattiq. Nazroq ishim batdi. Voy, manga yo'lingga chillab kelgandek. Voy bola. Voy, sen qolibsan. Ey qiz bola degan shundoq omroqmi? Sen bir janib kir tursan. Yeni keladi. Yeni keladi. Sana yorug'da qiz bola buni usan deb berma. Opa. Opa, yerim tushib qoldimi? Hey, rost tushibdi bola. Ay, ishqisi yo'q. Ha, to'rdan hozir bir nap berma. Ma'qul. Bulamda? Mush. Yaparız. Abay kızım. Mama? Muşum dedi ki. Oy, qizval tanlashqa ko'zim ancha ko'rmagan bilan kiyim tanlashqa bak qalsizchi bu bak ko'rdi, ha? Misal, ha? Ha,